Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Bugun ovqat qilmadik. Kecha qilgan ovqatimizdan ozgina qolib ketdi. Bolalarimga bulyon qildim. U bulyonimizdan bor edi. Keyin bizga bugun ugasheniya qilib osh jo'natishibdi. O'shaning uchun ovqat qilmadim, uvol bo'ladi. Shuning uchun sizlar bilan o'zimizni огородimizni bo'lishamiz. Огородimizni bo'lisha olmaymiz, конечно. Огородimizdagi bo'layotgan o'zgarishlarni bo'lishamiz. Biz shunaqa ko'chatlar ekdik, ozgina qilib, bunaqa ko'p emas, lekin hammasi hosiliga kirdi. Mana bodringlarimiz katta bo'lib qoldi, chiroyli bo'lib. Bab o'zinglar огородinglarda mana shunaqa sabzavotlar bo'lgani juda ham yaxshi ekan. Bu yerda baqlajon, perslar ham bor, ular hali solmadi. Lekin bodringlar bilan pomidorlarimiz o'sha soldi. Mana shunaqa chiroyli bo'lib soldi hamma bodringlarimiz. Bemalol где-то bir 2 haftalardan keyin pomidorlarimiz ham qizarib qolsa kerak. Bu yerda mana quyonchalarimiz shunaqa shirin bo'lib, hammasini ko'zini rangi har xil ko'rsataman sizlarga ham. Mana shular orasida menga ikkita yoqqani bor. Ko'zini rangichi prям темный синийda, rosa chiroyli. Mana bittasi, ko'rasizlarmi ko'zini rangini? Темный синий bo'ladi-ku, ana o'quvchilarning formasi. Shunaqa rangda, shunaqa shirin bo'lib, o'zi hamma narsam bo'lachasi shirin bo'ladi. Quyonchalarim uchun ham obuna bo'lib, like va kommentariyalarni ayamaymiz. Hammaga xayr.